Uyimiz mana shu domda hisoblanadi. Biz esa ijodni boshladik. Assalomu alaykum eksklyuziv obunachilari. Barchangizga 2026-yil mana shunday xonadonni xarid qilish nasib qilsin deb aytamiz va biz o'zimizning kreativniy obzorimizni boshlaymiz. Videomizni oshxonadan boshlaymiz. Oshxonamizni ko'rib turishingiz mumkin. Bizga barcha bo'lgan kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Xonamiz bo'ladi 3 xonalik полноценный bez глухой xona hisoblanadi. Bu esa bizning zalimiz hisoblanadi. Televizor zona, tumbuchka va hokazo. Ahamiyat berishingiz mumkin. Sanuzalarimiz razdelli. Marhamat. Mana bu ideyaga shunchaki o'zingiz baho bering. Shu darajada professional qilib qurishganki, ustalarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham did bilan bezatilgan. Yaxshilab e'tibor bersangiz. Ayniqsa ishdan charchab kelgan paytingiz shunchaki xonaga kelasiz va damni olasiz. Bu esa bizning erkatoy bolajonlarimizning xonalari hisoblanadi. Ya'ni bir emas, ikkita divanlari mavjud, hamda oynalari, bezgulxoy, shkaf, barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Uyimizning narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, 103 ming AQSh dollar kvadrati esa 83 kvadrat metr hisoblanadi. Uyimiz 7 etajli domning 1-etajda hisoblanadi. Adresimizga kelib o'tadigan bo'lsak, Vokzal Kishmishki, ya'ni 49-maktabda yonginasida joylashgan. Exclusive Real Estate sizlarga faqat yaxshisini olib ko'ramiz.